loyihalar bor. Aholini ish bilan ta'minlash maqsadida biznesga yo'naltirish maqsadida biznesga birinchi qadam bo'lgan kredit turlari bor. Mahalla bankida joriy qilingan, hatto mahallada mahalla agenti o'tiradi. Borib har o'zini mahallasidan biznes boshlamoqchi bo'lsa, nima ish qilmoqchi, qanaqa narsa qiladi, qancha daromadga olib chiqadi, shuni ham tushuntirib bersa, bankdan kredit ochadi, ishsiz aholi qatlamiga o'zini o'zi band qilib, o'sha oyiga 1 yilda 375 ming bo'ladigan puli bor. To'lasa pensiyasi ham kelajakda pensiya chiqqanda pensiyasi ham yuradi. Korxonalar uchun yangi ishchi o'rnataman desa, kredit olaman desa, ishchi o'rni yaratish soniga qarab kredit foizlarini ham pasaytirilgan qilib beriladi. Keyin misol uchun kimgadir stanok olsa, ishchi o'rni yaratilishi mumkin. Kimdir kattaroq joy sotib olsa, ishchi o'rni yaratilishi mumkin. Masalan, magazinda bitta kassir bo'lsa, ikkita kassirga ko'paytirsa, ikkinchi kassirga ham bitta kassir olsa ham bitta ishchi o'rni yaratiladi. Shunday har xil yo'llar bilan Toshkentdagi, endi biz Toshkentda joylashgan, Toshkentdagi ishsiz yurgan, ish topolmay yurgan aholini ish bilan ta'minlash maqsadida o'zini daromadi bo'lsin deb shunaqa qarorlar chiqaryapti. Taka 312 qarori bor. Prezidentimizning biznesini kengaytirayotganligi 300 milliongacha kredit summalari beriladi. Bekzod degan kredit nachalligimiz bor. Yuridik mijozlarimiz bo'yicha navola kredit agar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz ko'rib, skoringdan o'tkazib, korxonani tekshirib, zarucheniya qilib beradi.